chorshanba. Mayli. Uyquga to'yib olishsin. Xola, xuddi odammi? Neshildimi, neshildi? O'zi hozir bezi qimmatlashib ketgan. Hech kimga ham oson emas. Bir kun kasal bo'lib yotganimga hovlini o'rsib ketganini qarang. Xayriyat. Tuzalib qoldingmi onasi? Bir navi. Qachon bu supurgi o'ldirgan kelinni qo'li tegarkin-a? Bir kun tegib qolar. Qachon bo'lar ekan o'sha bir kun? Ramaxon, sizni sevaman. Jonim. Pularingni yotishi shu bo'lsa, kelin qayadan kelardi? Ha. Voy! Qoptoqqa balo bormi uyda? Sut nima qiladi bu yerda? Hech nima aytish kerak senlarga. Ustimiz xonaga qo'yish kerak. Senlarni qachongacha borish ushlab yotasanlar? Voy, qochib qolmaydi deb boshlandi. Mana to'xta. Bor, o'rnidan yig'ishtir. Bor, men shoshtirma. Nima yig'ishtirar ekanman? Ana xudo berdi yig'ishtirsin. Navbatingiz bo'lgandan keyin yig'ishtirasiz-da. Mang, chidamasangiz uylaning. Bari. Oyjon, bering menga. Oying o'rgilsin jon bola, baraka top. Endi buzildi. Gapga kirmaganlarni bashar qilib tirqirataman. Nari turlaring shoshib turibman. Bo'pti, men qo'yaman. Mulla aka, namuncha shoshmasangiz. Hozir. Navbat. O'rib ketdim. Uncha tez keladi bu navbat. Akam, qayoqqa shoshilyapti ekan? Qaq ketyapsiz? Hozir yo'qlama bo'ladi-yu. Meni yo'qlamada bor deb qo'yarsan, xo'pmi? Sarvati qurug'idan cho'zing bo'lmasa. Hech kim cho'kitma. Ol. Dadam bilmasin, xo'pmi? O'zingga shukr. Ay bolalar, kelinglar nonushtaga. Non o'sha. Keling dadasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh. Sen hali ham sinovdamisan? Ha, shunaqa. Kelin tushmagurik. Qachon bo'lursangiz o'sha kuni sovchi yuboravering debdi. Xo'sh, senga nima bo'lgan qayim? Bu ku gol ura olmas ekan. Senchi, sen taksichisan.
Bir kunda menga chiqib, menga tushadi. Xo'sh, Hay dadasi. Oldin Rahma akasini uylantiramiz. 28 ga kirib qoldi-ya. Undan keyin Qayimjonni uylantiramiz. Undan keyin Naimjonimga navbatda, o'g'lim. Shunaqami? Oyi, uylanish qochmas. o'tir. Xudoyberdi. Xudoyberdi qani? Hay, kelinglar. Assalomu alaykum. Keldim dada. Rahim akangni chaqir. Men Sendan Rahim akangni so'rayapman. hali ham pardoz qilayotgan bo'lsang. Najimjon, kechagi she'ringni o'qib bera qol. Shunaqa qiling aka. Ayting aka. Mayli. Kecha ilhom kelib yozib qo'ydim. Yasha bolam. Aka. Muhabbatga ko'p qo'shiqlar kuylanadi. Oshiqlarga pand nasihat so'ylanadi. Zamonamning jasoratli mard o'g'loni shirin qolib Laylixonga uylanadi. Hadis. No, Farhod aka, o'tiring shoir. Safdod paring. Shat. Menga qaralaring. Qachon bu uyda yor-yor sadolari yangraydi? Qachon bu uyda chaqaloqning ovozi eshitiladi, ha? Yo, umr bo'yi yolg'iz o'tmoqchimisanlar? Onalaringga rahmlaring kelmaydimi? Qani kattalaring senlardan? Rahimjon shoshib turgan edi. O'qishiga ketgan. Sen ko'mak bilan tarafini olaverma. Bor kiyimlarni tayyorla. O'ng quloqing bilan ham, chap quloqing bilan ham eshitib olaring. Ana u karvon boshiga ham yetkazlaring. Men komandirovkadan qaytgunimcha ko'nglingga yoqqan qizlar topib qo'ylaring. Bo'lmasa majburan uylantiraman. Meni ham. Seni ham. Nima degan gap bu? Mahallada bosh ko'tarib yurolmay qoldim. Surda yigitlar bo'ydoq yursa. Bor endi tarqallaring. Qalay shoir? Sakkima. She'rni boshlab o'qish kerak. Shoshmanglar. Qanaqa ketyapsizlar o'zi, ya? Menga ozginadan pul tashab ketmaysizlarmi, ya? Qachongacha oyimdan pul so'rab yuraman? Ishga kirib olay. Keyin hammanglarga o'zim pul berib turaman. Chiqaring. Qachon bu uyda bunday bir chaqaloqning ovozi eshitiladi, ya? Ma'qul. Chaqaloq o'zi. Ay dadasi, kiyimlaringiz yo'q? Nega yo'q bo'ladi? Xudoyberdi. Hozir. Tabiy dada. Kiyimlarim qani? Bilmayman. Meni formam qani? Bilmadim. Sen bilasan. Rahim akangni tezda top. Xo'p. Hozirroq top. Xo'p dada. Yugur. Dada, istiqbolingiz ketdi. Chop. Barakalla, chaqqon yelaring ovqatlaringni tez. Olinglar qizlarim, uzum yeylar. Lolaxon, Labi, opalaringni choyga chaqir, qizim. Bo'ladi oyijon. Shakkar, qizim o'zimmi? O'g'loy, maktabda to'polon qilmayapsanmi? Yaxshi o'qiyapsanmi? Ranopa, Barnopa, Shahlopa, qolgan opalarim choyga chiqinglar. Nabijon, qarshi tayyor bo'ldi, chiqmaysizmi? Mayli qizim, hozir askani ko'rib olay, keyin chiqarman. Bo'ladi. Joyingni cho'g'ilay. O'zim o'rgilay, o'g'il bola qizim. Kela qolala. O'tir. Hoy, Odina, Omina. Nima, chellarga alohida taklifnoma kerakmi? Voyjon, bolani bog'chaga keltirdim. Bo'lmasam kech qolamiz. Poplabsan. Tavba qildim. Xato qilishadi meni bilan. Voy bor. Bo'pti, bora qol. O'tir joyga.
Ah, xudoga shukr, jamoat jam bo'ldimi? Qani bolalarim chaqon-chaqon yurib. Oyjon, Sitori kechasi bilan yig'lab chiqdi. Mazasi bo'lmayaptimikin? Sen bitta bolangga dod deyapsan, qizim. Masalani to'qqiztalaringni katta qilgunimcha, oho, ne azoblarni ko'rmadim. Ona sutim og'zimdan kelgan jonim bolam. Ha, aylanib ketay. Qani, senlar ham chaqon-chaqon olishda qillaringni o'qishlaringga jo'nalaring. Alloh akbar. Ko'chadan ehtiyot bo'lib o'tinglar-ya. Mayli, oyijon, qayt. O'g'iltoy, opangni qo'ldan ushlab oling-a. Lolaxon, o'g'ilingni qo'ldan ushlab olgin. Qayda, oyijon. Yaxshi boringlar. Bo'lang adasini sog'ingan. Yer bo'lmay, qaro yer bo'lgan. Hech bo'lmasa bolasini sog'inib ko'rgani ham kelmaydi. Qayg'urlarda yurgani. Ra'no? Sani yigiting sovchisini yuboravermaydimi? Dadasi komandirovkada. Dadasi komandirovkada bo'lsa, onasi-chi? Barloqon, sen nega ishlaysan? Yana qaytarib aytaman. Futbolching birinchi to'pini urgan kuni sovchisini yuboraversin. Senlarga ham gap shu. Sinab sirtiga yetmaguncha sovchi-povchi degan gapni eshitmang. Ana, ikkala opangni ahvoli. Ko'rib, bilib qo'ylaring. Erlari qay go'rlarda sandirolab yurishibdi. O'zlari ham bilishmaydi. Qani endi, bo'ldilaring? Turlaring. Chaqon-chaqon ishlaringga jo'nalaring. Ilohim, o'tirgan o'rnimiz yo'q qolmasa Alloh. Tura qoling. Yaxshi borib kelinglar bolalarim. Ha, rahmat. Laylo, ketishingda bizlarni ishxonaga bor. Mayli. Oyimdan benzinga pul olib yaxshi qoling. Xayr. Siz ham borasizmi? Odina, bolalaringni qachon olib borasan? Hozir oyi. Ha, echking tug'dimi? Yana senchimi? Oyjon, benzinga pul bering. Namuncha ko'p benzin ichadi bu mashinang? Nima balo? O'zing ham qo'shilishib ichyapsanmi? Kecha ko'p yurib bordim. Sizlarga yurish bo'lsa. Tavba. Mana. Yetadimi? Yana bittasini bering. Mana. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'zingga qarab yurgan qizim. Yuroqqa. Rahmat. Mashinangga baholar bo'lgin. Oyjon, qimmat mato bu. Ana oğlum. Yetyapti. Yaxshi bor. Kela qoling, adasi. Namuncha qolib ketdik. Mana endi bemalol nonushta qilsak bo'ladi. Deyman oyna. Ha, keyingi paytda klientlar ham kamayib ketyaptimi deyman-da. Nima deding? Ha, ana kelishyapti. O'zim olib borib qo'yardim arzonroqqa. Bunaqada plan bajarib bo'lar ekanmi? Yana nima g'alvani boshladik-ku bu? Xayriyat topdim. Nima gap deysizmi? Rahim akamni topish kerak. Dadamning kiyimlari kiyib ketibdi. Nima qilibdi? Hamma yoq qiyomat bo'lib ketadi-ya. Rahim akamga ham hayronman. O'zini kiyimini kiysa husni kamayib qolarmidi? Endi qayerdan qidiramiz? Uchrashuvim bor degandilar. Shuni bir ta'sirini beraylik bugun, ha? Mayli. Yur, gap yo'q. Yur. Qara. Qayerdan topamiz endi, ha? Yeridagidan bo'lsa ham topamiz. Nima qilib bo'lsa ham topish kerak. Namuncha chekmasangiz. Uf.
Bu o'lgurni kim o'ylab chiqargan ekan, a? Men emas. Ranoxon! Bugun judayam ochilib ketibsizmi, ha? Ha, Salom. Salom. Bu sizga. Yaxshi keldingizmi? bugun fazoga uchamiz-dek. Yigit kishiga 40 hunar ham oz deganlaridek, xudo xolasa o'qishimni tugatib olsam, sizga dunyoni ko'rsataman. Hindiston, Xitoy, Amerika, Qozog'iston, Fransiya. Samolyotingizni pastlating. O'zbekistonga tushaylik. Mana O'zbekistondamiz. Xo'sh, qayerga boramiz? Bu hozircha sir. Aniqi o'zim ham bilmayman. Qayerga desangiz, men roziman. Ixtiyorim sizda. Shunaqa demaysizmi? Qani ketdik bo'lmasa. Yuring. Xo'sh, qayerga boramiz? Osmondan tushib oldingiz-ku. Endi ixtiyoringiz menda. Bu yoqni ko'raverasiz. Men hozir. Taksi. Kechirasiz. Bizni bir shahar aylantirib, yana mana shu joyga olib qo'ysangiz. Yo'q, o'zim. Qani marhamat. O'tiring mana. Bu qanaqa bolalar? Bugun vaqtida borishim kerak edi. O'rgildim senlardan ham. Bir xumordan chiqib so'ka olmasam, urusha olmasam. Ay, ko'p siqilavermang, dadasi. Sizni hurmat qilishadi hammasi. Kim qilishar? Hammasiga sen aybdorsan. Bularni barini erkalatib yubording. Mana oqibati. Shukr qiling, dadasi. Bollarimiz esli, xushli. Xudo ko'rsatmasin boshqalarning bollariga o'xshab. To'g'ri-ku. Sen ham tushuningda. Aql turgan ishini ko'rmaysan. Bulmayın kafa bu muhabbet sınavı. Sizdeyim, sizde hem var
vafomuz yonmasa yurak yurak sevgi berarmidi bizga taq yonmasa yurak yurak sevgi berarmidi bizga taq Oyim sharti shunaqa. Seni yaxshi ko'radimi o'zi? Juda yaxshi. Men ham yaxshi ko'raman. Oyimni haligi gapi parvo qilib shashdan tushib qoladi. Ishqilib, ertaga tushsinlar deb. Qalay ekan bizni topsira? Mana oshir menga oshir. Nima ekan? Barnoxon. Narimov, Nayim, bu qanaqasi bo'ldi? Qayoqqa? Muhabbatsiz futbol emas-ku, Ko'la tog'a. Bilasiz-ku. Senlarni qarab tursanlar, qani ishla. Salom qizlar. Kuzatyapman deng. Bir chempionni ko'ray dedim-da. Barnoxon, aslida sizni izlab men borishim kerak edi. Barno, men Sochto'pan oltida bo'laman. Chiqarsin. Xo'p. Barnoxon, yalinyapti demang-ku. Rahmingiz kelsin. Oyim juda qiynalib ketdilar. Oyingizni qiynamang-da. Yo'q, qiynalganlari yo'q-ku. Haligi kelin zoti supurib ishlamagandan keyin. Voy. Hali menga hovlini supurtirish uchun uylanmoqchimisiz-a? Yo'q, Barnoxon, siz tushunmadingiz. Siz sovchilarga rozilik bersangiz bo'ldi. Qolgan gap menda. Men roziligimni allaqachon berganman. Lekin oyim televizordan ko'zlarini uzmay o'yingizni kuzatib o'tiribdilar. Hamma ayb o'zingizda. Sizga omad tilayman. Yes! Alisher, oshir! Naymanga mashq qilish kerak. Ana, vaqtida yetib keldik. Diplomatim bilan bo'ladi. Dada? Yangalku, mayli. Bu galam kecha qoldingiz-a? Meni ham planim barbod bo'ldi. Rahim akang uchun uzrli. Rahim akang jon chekmasang jonona qayda maqola asosida ish ko'ryapti. Senchi? Qurumsoq taksichi. Jononini pulga shaqib o'tiribsan-a. Omon bo'linglar bolalarim. Yaxshi ham sizlar bor ekansizlar. Bo'lmasa hayot shirin bo'larmidi? Endi sen ham bittasini topgin. Xudo xolasa topib qo'yaman kelgunizcha. Bo'pti. Omon bo'linglar. Omon bo'l. Xayr. Dada, omon bo'ling siz. Yaxshi borib keling. Xayr. Meni degonam turmushga chiqmoqchi. Oyisi to yigitni yaxshilab bilib, sinab ko'rmaguningcha seni bermayman deb aytibdi. O'shanga uni o'snavotdi-yu, shu savol haqida ham bilib bersangiz. Ana o'zi ham kelyapti. Rasmini ham olib kel devdim. Rasmini ber. Marhamat. Oho. Juda ham chiroyli yigit ekan. Opajon, apparatingiz hamma joyini tekshiradimi? Hamma joyini tekshiradi. Hech qayeri qolmaydimi? Xavotir olmang jonginam. Hech joyi qolmaydi. Rostdanmi?
hamma joyini tekshirib beraman. Mayli, rahmat opajon. Ertaga kelib xabar olarmiz. Xo'p, mayli. Xayr. 1 2 3. Voy xudoga shukr. 1 2 3. Shoshmay turlaring, hali ko'rasanlar mendan. Choyini ol. Xudoyim-ey. Uying xudoyiga to'lgur. Bu seni ishingmi, ha? Bu menga qara. Dadam toshib turiladi, baqilay. Laylam dardidagi Majnun keldi. Bundan battar qilamiz buni. Unaqa qilmanglar, bola. Uyat bo'ladi. Ke bola. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Hozir ovqatingni olib kelaman. Dadam qanila, oyi? Dadam seni cho'milishing samolyotdan tomosha qilyapti. Hali seni ishingmi bu? Ayib. Nima qilganing bu? Hozirgina cho'miluvdi bu. Seni hali so'z. Aka, mana sizga sher. Najim, bormisan do'stim? Rixsivoy, og'ayni, omonmisan, tinchmisan? Ha, xafaroq ko'rinasan. Yana she'rlaring o'tmadimi deyman? Bir muharrir, hali ancha mashq qilishing kerak ekan. Nashriyot yurib, hali 3-4 ta tuflini yirtishing kerak ekan dedi. Xafa bo'lma og'ayni. Men ham to'radan beri qatnayapman. Xudo xolasa bugun hal bo'lishi kerak. Aytgandek, qo'shiq aytib turibsanmi? Ey og'ayni, o'zingga ma'lum, hozir qo'shiqchilar ko'payib ketgan, bizga yo'l bo'lsin. Aytsam-ku, qalpoq qilib qo'yaman. Shunga imkoniyat yo'q-da. Menga qara, bugun yaxshi imkon bor senga. Qanaqa imkon? Kechqurun yoshlar kechasiga kela olasanmi? Nechida? Soat 7da. Albatta boraman. O'sha yerda uchrashamiz. Hozir esa menga omad tila. Omadingni bersin. Bo'pti og'ay. Salomat bo'l. Xo'p, xayr. Voy, ukajon, o'zingizni tekshirib bo'larmidi? Yo'q opajon, men soppa sog'man-da. Hozir zarar qilmasidingiz? Boplayman hali. Olib keldingmi? Oyijon, sizdan bir narsani so'rasam maylimi? Mayli, so'ra. Nimaga dadam bizni urishsalar doim ko'z yosh qilasiz? Shunga ham yig'i kerakmi, oyijon? Sen ham har qanaqangi savollar berib, yuragimni siqmaginda, borib sumkachamdan pul olib, yog' olib kel. Pulim bor, oyijon. O'zi o'rgilaysan. Uzr, oyijon, faqat ko'p xafa bo'lavermang. Aziz do'stlar, siz FM muzika to'lqinlari orqali Hamroh radiosini tinglayapsiz. Yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Dasturimiz davom etadi.
kerak. Sekin. Oyijon, men ketyapman. Ha bolam, yo'l bo'lsin. Bugun yoshlar kechasida uchrashuvim bor edi. Bormasam bo'lmaydi. Omadingni bersin. Hay, Xudoyberdini ko'rsang, oyim chaqiryapti degan. Hayallab qoldi-ya. Xo'p oyijon, ko'rsam albatta aytaman. Qiz balki olib borib qo'yarman. Faqat yo'l haqingizni uyda olib beraman, bo'ladimi? Mayli, o'tiring. Gap yo'q. Xo'sh, qayerga boramiz? Mevazorga. Mevazorga bo'lsa Mevazorga-da. Yaxshi qiz, birodasini kutib turuvmidingiz? Singlim mashinada kelib meni olib ketish kerak edi. Nimagadir daragi yo'q. Balki biror ish chiqib qolgandir. Sinisi mashinada, opasi piyoda ekanda. Lotereyaga yetib olgandi. Shu buyurdi. Ha, muborak bo'lsin. Agar mayli desangiz, bugundan boshlab o'zim haydovchingiz bo'laman. Ha, nima dedingiz? Roziman, faqat mashinangizni kira hisoblagicha bardosh berarmikin? O'zim bardosh bersam bo'ldi-da. Mayli, unda sinab ko'ramiz. Bo'ldi, bugundan boshlab sinayvering. Tayyorman. Magnitofoningiz ishlaydimi? Bo'lmasam-chi? Ashula eshitasizmi? Yomon bo'lmasdi. O'zim aytib bersam-chi? Yo'q. Hadi. Ukajon, opingiz aylansin. Biror marta o'zingizni tekshirtirib ham ketmadingiz-a? Ezvordiz opa, aytib-ku sizga soppa-sog'man deb. Soppa-sog'man. Kela qoling. Xo'sh, nima qilay? Mana bu tuni kechalarga kaftingizni bossangiz bo'ldi. Mana. Hozir. Voy. Voy. Voy, o'lmasam. Voydod! Voy, endi nima qilaman, voydod! Yordam beringlar! Yaxshi qiz, hech bo'lmasa ismingizni aytib keting. Vaqti kelib bilib olarsiz. Hozir pulingizni olib chiqaman. Yaxshi. Faqat bilasanmi? To'yingga pojarniy chaqirgin. Voy, nimaga? Bo'lmasa, o'zing ham yonib ketasan. Voy, shorim.
mayli baxtli bo'l. Rahmat. Haydang. Kuyib ketdi. Ovqatingiz pishmadimi, oyi? Senlarga kulgi bo'lsa bo'ldi. Xudoyberdi chiqib ketgani peshinda edi. Haligacha daragi yo'q. Bor topib kelasizlarmi? Upsmiliz, birontasini boshini aylantirib, marojni bilan siylab yurgan bo'lsa kerak. Balki u ham sinovdadir. Topib kelasizlarmi yo o'zim boraymi? Xafa bo'lish sizga hech ham yarashmaydi, oyijon. Tarvuzni yeb olaylik, o'zimiz topib kelamiz. Siz siqilmasdan o'tiring. Qani bo'ldi, turlaring. Ketdik. Siqilmang, oyi. Qayerda yurganingni? Topamiz. Men bulbul. Yegona qul agar tashlasan, xatim bukib yuragimni g'ashlasan, bargim to'kib ko'zlarimni yoshlasan, oh bulbulim, netarsan, netarsan, men charx turib qon yig'lasam boshingda, kun kechalar oqlar ursam qoshingda, malham bo'lsam betob yotgan chog'ingda, oq gulginam netarsan, netarsan, men bulbul, men gulman, men bulbul, men gulman, men bulbul, men men bulbul, men gulman. Bilimlar aqlimni olding-ku butkul, ishda sodiq faqat oshiqda bulbul. Men gul bo'lib senga qo'ysam-chi ko'ngil, oh bulbulim, netarsan, netarsan, men gulman, men bulbul, men gulman, men bulbul, men gulman, men bulbul, men gulman. men bulbul. Qiynab qo'yding meni uzoq so'roqqa, bermay seni begona qo'l tuzoqqa, rozi bo'lsang olib ketay yiroqqa, oh gulginam netarsan, netarsan, men bulbul, Men gulman, men bulbul, men gulman, men bulbul, men gulman, men bulbul. men gulman.
qoyilman do'stim, Najim, tabriklayman. Senga ishonardim. Ko'p siqilavermang, oyi. Yosh bola emas, u kelib qolar. To'g'ri, yosh bola emas. Amerikada o'qigan odam toshga adashib qolarmidi? Xudoy berdiga bir narsa bo'lgan. Ko'nglim sezyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obbolaylaxoni. Uyingizga borib damingizni olsangiz bo'lmaydi. O'zim jarohatladim, o'zim davolayman demoqchimisiz? O'ziga kelayapti-yu. Qattiq charchagan. Zarbaning oqibati bu. Tongga yaqin uyg'onadi. Uyingizga xabar berdingizmi? Ha, qo'ng'iroq qildim. Lekin bu yigitni o'ylayapman. Ruxsat bersangiz, oldida qolsam. Mayli, ruxsat beramiz. Lekin yigitni bezovta qilmang, xo'pmi? Xo'p. Assalomu alaykum oyijon. Tabriklab qo'ying. Bolam keldingmi? Mana sovrinni oling. Bo'lyapman gul. Tabriklayman bolam. Duo qiling. Ilohi omadingni bersin. Alloh. Naimjon bolam, ovqating tagiga olov yoqqin. Sovib qolgandi. Boloqa, ovqatingga qara. Ye, nega? Oyimni xafa qilib o'tiribsizlar. Yo'l qarab o'tiribdilar. Xudoy berdida haligacha darak yo'q bolam. Iya, oyijon, shunga ham xafa bo'lib o'tiribsizmi? Men uni ko'chada ko'rdim. Bir o'rtog'inikiga tug'ilgan kunga ketayotgan ekan. Mabodo kech qolsam, xavotir olmanglar, men o'sha yerda qolishim mumkin deb aytdi. Topilib qana ovqat issiqqina ekan. Olib kel. Qani ovqatga qaranglar. Ya, Naim aka. Darvoza yana to'psiz qoldi-da, ha? Siz she'ringizni yozing, shoir. Ovqat sovumasin, olinglar. Olinglar. Hozir men issiqqina choy damlab kelaman. Olinglar. Olingiz. Nimaga oyim maldading? Nima? Bo'lmasa xafa bo'lib o'tiraveramizmi? Bo'ldi qilinglar. Ertaga o'zim yer tagidan bo'lsa topib kelaman. Ovqatdan olinglar. Nega men bu yerda yotibman? Siz kimsiz? Siz shifoxonadasiz. Men sizga ozgina tan jarohati yetkazgan edim. Uzr. Aybdorman. Siz aybdor emassiz. O'zim yo'l qoidasiga amal qilganimda shu kunga tushmagan bo'lardim. Uyda oyim xavotirdalar. Oyimga xabar beringlar. Iltimos. Manzilgohingizda ayting. Men o'zim yetkazaman. Mustaqillik ko'chasi 91. Yaxshi. Hozir. Gulsana. Aytganday ismingiz nima edi? Xudoy buyurdi. Haqiqatan ham Xudo bergan yigit ekansiz. Eshitdimmi? Men hozir kelaman, siz mana bu bemorga qarab turing. Xo'p bo'ladi. Qadaqacham. Oyijon, men ketyapman. Choyini ichib ketmaysanmi? Yo'q, bugun mashinani vaqtliroq olishim kerak edi. O'shanga
Mayli. Oy borib omon kelgin. Yo'ling bexatar bo'lsin, bola. Assalomu alaykum. Xudoyberdining uylari shumi? Salom. Kechirasiz, Xudoyberdining uylari shumi? Shu, keling. Siz kimlar bo'lasiz? Akasiman, nima edi? Xudoyberdi shifoxonada yotibdi. Men ozgina turtib yubordim. Qaysi shifoxonada? O'zi yaxshimi? 4-da. O'zlari yaxshi. Oyingizga aytgani keldi. Menga qarang. Yaxshi qiz. Oyimga o'zim yotiq bilan tushuntirib qo'yaman. Sizga bo'lsa javob. Undan keyin ko'zingizga qarab yuring. Jo'nang endi. Jo'nang. Kechirasiz. Qo'yning sezildi-ya. Aytdim-ku, oyijon, salgina lat yegandim. Qayda? O'zim doktorim bilan gaplashdim. Najmning she'ri bor-ku, vaqt degani o'tadi, yara chaqab bitadi. Yetmab keldik. Xudoga shukr. Bo'la qol, bolam. Hammasi joyida. Oyijon, iltimos faqat vahima qilvormang. Shunday qilib, akamni bajjaqlar ekan deng. Yo'q, unchalik emas. Men ularni tushunaman. Oyim kelsinlar. Tanishtirib qo'yaman. Oyim sizga juda ham yoqib qoladilar. Menga-ku yoqishlari aniq. Gap meni ularga yoqishimda-da. Xudoga shukr. Oilamizni barchasiga yoqmasangiz ham, bittasi sizni juda ham yaxshi ko'radi. Kim ekan u? U men. Assalomu alaykum. Siz uymisan, Xudoyberdi? Rahmat, yaxshiman. Qani bir xonalaringga tozalik kirgizib qo'yay. Xudo xolasa hech narsa ko'rmaganday bo'lib ketasan. Keling, oyim. Assalomu alaykum. Salom. Avariya bilan tushgan Xudoyberdi Norimov. 2-palatada. Ahvoli juda ham yaxshi. Rahmat, doktor. Kim bor? Ukajon. Voy, o'lmasan. Voy, qayimjon bolam, hech bo'lmasa sen sog' turgin. Voy, tavba-ye. Sen nega kulyapsan? Oyijon, mana shuda ukam tutorgan mashinasida. Ha? Bolamni mayib qilib qo'yib, ustida kulib o'tiribsanmi? Ko'zing qayoqda edi? Ya? Laylo. Qo'yaver, o'zim yig'ishtirib qo'yaman. Falokat emas bu. Onang o'rgilsin, jon bolam, tuzaymisan? Oy, shukr. Qalaysan, bratishka? Oy, hammamizni qo'rqitib yubording, jon bolam. Hamma a'zolari joyidami? Joyida. Salgina ramam qishayganga o'xshaydi xolos. Qo'rqishli joyi yo'q, faqat Layloxonni bekor qo'ydingizda, oyi. Axir shifokor bo'lsa, o'zi urib o'zi remont qilib oladi-da. Oldimdan bir qadam ham jilgani yo'q. Hali suv beradi. Hali non chaynab deganlaridek. Non chaynab? Toming joyidami? Joyida. Bo'ldi bolam, keyin charchatib qo'yasan, yur. Xo'p, charcharmidi buningiz? Jannatku bu yer. Qani bo'ldi? Bemorni charchatib qo'yasizlar. Ertaga yana 5 minut vaqt beraman. Marhamat. Ana, farishta ham keldilar. Qani chiqa qoling. Hozir? Yuring, hozir obqod bo'ladi. Hozir. Bo'ling, chiqa. Voy, kela bor. Mana. Oyijon, tezroq ketaylik bu yerdan. Bo'lmasa men ham qolib ketaman-ku. Bo'pti ukam, xayr. Bo'pti, hozir. Rahmat sizga. Sizga bo'lsa alangalik salom. Ketdik oyi.
Bo'pti, yaxshi qolinglar. Sen ham sog'ayib ketgin tezroq bolam. Rahmat. Uydagilarga salom ayting. Akang ham bor bo'lsin-da, Xudo berdi. Shamolday kirib bo'ronday chiqib ketdi-ya. Shahlo, shoshmang. Sizda muhim gapim bor. Boring, yo'lingizdan qolmang. Shahlo, nima qildimki, mendan arazlaysiz? Xo'sh, nima demoqchisiz? Gapiring. Unda tinglang. Men sizni sevaman. Men sizni sevmayman. Bildingiz? Sevgi günah arazmı, gül yüzginem nigar, yoki sınav garazmı, yulduzginem zar arazingga jon beray, ay yüzüne bulup zar, yoki pinhon qarashmu, so'yla o'zim yoshkor. Azizib ketsang yor, olib ketgil jonim, g'am g'ussaga qo'ymagin yolg'izgina boshimni. Azizib ketsang yor, olib ketgil jonim, g'ussaga qo'ymagin yolg'izgina boshimni. Agar ne qilay, arazingga qasda jon kuyib bitsa ne qilay, o'zga gulni tanlamas seni sevsa ne qilay, ayta qolgin aybimni bo'lmayin yo'lingda hol. Qo'ymagin yolg'izgina boshimni. Arazib ketsang yor, olib ketgil jonim, g'ussaga qo'ymagin yolg'izgina boshimni. Qoshingni o'smasin, behushi bandayladi, ay yuzingni shunasin, sof muhabbat ramzidir, gullabingni bo'sasin, araz bilan kuydirib ketma dilim afg'on. Qo'ymagin
xolajon. Va alaykum assalom. Shoshmang, shoshmang, shakkar yigit. Jonginangni o'zim sug'urib olaman. Voy, oyijon, nima qilib qo'ydingiz? Qizim, buni sinamasang ham bo'ladi. Va kuyov. Hayya! Hayvan bizga. Voy, peshonangizda lampochka yonib qolibdi-yu. Ertalab shifoxonaga bordim. O'sha yerda orttirdim. Tinchlikmi? Bitta teka haydaydigan xonimcha ukamni turtib yuboribdi. Sizni ukangizmidi u? Siz qayerdan bildingiz? Shunchaki so'radim-da. Bilasizmi Muhayyoxon? Men siz bilan jiddiroq gaplasha olmoqchi edim. Mayli desangiz biron joyga borib o'tirsak. Mayli, men roziman. Faqat mana bu lampochkangiz o'chsin. Shuni aytmaysizmi? Ketdik. Ana, marhamat. O'tirsinlar. Ana. Yes! Birinchi taymning so'nggi daqiqalari kelib o'yin keskin tus oldi. To'p bilan poytaxtning Sayxun jamoa futbolchilari to'p markaziy hujumchimiz Naimjon Narimov uzatildi. Hurmatli futbol ishqibozlari, bugungi o'yinni tomosha qilishga eski to'p ustalari ham tashrif buyurishgan. Mana mashhur darvozabon Yodgor Sadiyev. Uni teatrga chaqirishyapti chamasi. Mezbonlar hanuz hujumda. Ekraningizda hamyurtimiz boks bo'yicha jahon chempioni Artur Grigoryan. U juda xotirjam, lekin ko'rib turganingizdek trenerlar hayajonda. Hazır gapmi axir? Birinchi taym tugayapti, hali hisob ochilgani yo'q. Mehmonlar darvozabonni tepib bergan to'pni Naimjon Narimov egallab oldi. U bir himoyachini oldi o'tdi. Ketsini. Shunaqa ham ko'padimi? To'p bilan mezbonlar himoyachisi 3-raqamli Haydar Safar. Zarba. Yana bo'lmadi. Negadir bugun markaziy forvardimiz Naimjon Narimovning omadi chopmayapti. Lekin u umidini uzgani yo'q. Mana Naimjon sheriklardan to'p so'radi. To'p uzatildi. Naimjon Narimov to'pni to'xtatmasdan darvoza tomon yo'lladi. Landovur. Yana pastlik qilib qoldi. Yaxshi ko'rgan yigiting shumi o'zi? 3 metrdan ura olmadi-yu. Hali oldinda rosa 45 minut vaqt bor. O'yinning ikkinchi taymini yangiliklardan keyin namoyish. Ikkinchi taymini ham ko'raylik-chi. Yo'da umid yo'q o'xshaydi. Assalomu alaykum. Shu kun voqealari haqidagi xabarlar bilan efirda yangiliklar dasturi. Muhayyo, choy damlagin. Shahlo. Shahlo, joylaringga o'tlaring bola. Ra'no, tur, dasturxonlaringga o'rin. Qani bolalarim, tayyormisizlar? Omina. Ominaxon. Ovqatingni suzaver bola. Hozir oyijon. Bo'laqa bola. Ikkinchi taym boshlanib qoladi. Hozir bola. Ovqatlari bilan. Hozir. Mana ovqat tayyor. Mana bu kichkinaga. Oyijon, mana bu sizga. Hurmatli futbol ishqibozlari, mikrofonlarimiz poytaxtimizning Sayxun stadioniga o'rnatilgan. Hozir mashina ikkinchi taymni e'tiboringizga havola qilinadi. Mana o'yinchilar maydonga chiqib kelishmoqda. Tomoshabinlar 8-raqamli to'p surayotgan Naimjon Narimovni olqishlamoqdalar. Ikkinchi taymni mehmonlar boshlamoqda. Markaziy yarim himoyachi to'pni chap qanotga yetkazib berdi. Afsus, to'p oldirib qo'yildi. Mezbonlarning qarshi hujumi. To'p bilan Naimjon Narimov. Zarba. To'p darvoza ustidan. Mehmonlar darvozabonni to'pni o'yinga tushirishga hozir bo'lmoqda.
Ha, hakam darvozabonni shoshirtiryapti va to'g'ri qilyapti. Chunki bu o'yinda suskashlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Har holda hal qiluvchi o'yin, final. Bugun g'olib bo'lgan jamoa Respublika Yozuvchilar uyushmasi ta'sis etgan Do'stlik kubogini qo'lga kiritadi. To'p yana forvardimiz Naimjon Narimov uzatildi. Naimjon oldiga oldirib qo'ydi desak ham bo'laveradi. Omad senga kulib boqarkan. Niyat bilan solgandim. Tog'am omad kulib turibdinga. Hozir kulgi mavjud emas. O'yin muddat tobora ortib bormoqda. Shu shiddat tufayli to'p ham goh bu jamoa hujumchilari, goh bu jamoa himoyachilariga o'tib turibdi. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsizlar? Alaykum assalom. Dadajon, yaxshi keldingmi qizim? Yaxshi keldingmi qizim? Raxt himoyasidan tortib olingan to'p Naimjon Narimov uzatildi. Naimjon yarim himoyachini adoti olg'a intilmoqda. Naimjon-ku. Hozir gol ursa kerak. Bu safar ham Naimjonning omadi shomladi. To'p yana mehmonlarda. Qizim, kasaling tuzukmi? Ha, xudo xohlasa ertaga javob beramiz. Ha, yaxshi. Mehmonlar qarshi hujum qilishdi. To'p yo'qotdi. Endi to'p bilan yana Sayxun jamoasi hujumchisi forvardimiz Naimjon Narimov. Rano poshim, yesam vopsiz, tinchlikmi? Irim qildim oyijon, irim. Shunaqami? Ovqatingiz yeng, sovib qolmasin. Himoyachilar qo'rg'onni yorib o'tayotgan Naimjon qo'pollik bilan jarima maydonchasida chalib yiqitildi. Ha, o'yin qoidasi buzilmaganda Baribir bu Naimjon kelajagi Narimov porloq. ehtimol hisobni ochgan bo'ladi. Jon kuydirib o'ynashdan bilsa bo'ladi. Raqib darvozasiga qarata 11 metrlik jarima to'pi belgilanganligini ma'lum qildi. To'g'ri qaror. Hakam bilan bahslashib bo'lmaydi. Jarima to'pini Naimjon Narimovning o'zi amalga oshirmoqchi. Ana turayapti. O'zi tepsa kerak. Adajonisi, qo'ysangchi, 3 metrdan ura olmagan, 11 metrdan kirgizamidi? Kirgizadi. Ha, o'yin aytganimday, to'pni Naimjon Narimovning o'zi tepadiga qo'ydi. To'p 11 metrga keldi. To'pni qo'lga yetmaganda markazda hujumchimiz duoga ham qo'l yozdi-ku. Ha, mayli. Ilohim shu yigitga murodim asad hozir bo'shandim. Zarba! Buning oyoq qiyshuvmi deyman? Qildim. To'p darvoza to'sinishidan o'tib ketdi. 3 metrdan ura olmasa, 11 metrdan bunaqa ahvol. Bu qanaqasi? O'rgandim. Ura olmasa kaza menga qo'yib bermaysanmi? Mezbonlarning markaziy hujumchisi Naimjon Narimovdan omad mutlaqo yuz o'girgan ko'rinadi. O'yin oldidan aytilgan mutaxassislarning bashorati ham chiqmakka chiqadiganga o'xshaydi. Mehmonlar darvozabon to'pni o'yinga kiritdi. O'yin davom etmoqda. To'p mezbonlardan juda ustalik bilan tortib olindi. Qarshi hujum. To'p Naimjon Narimovga oshirildi. Zarba! Bo'ladi deb. Qo'yingsan endi. Boshi bilan ishg'ol qilishga muvaffaq bo'ldi. Biznes qilaman deb Shuni ichishdan oldin bir narsa deng, Qodir aka. o'zingizdan bo'lsin. Egilgan boshni qilich kesmaydi deydilar. Hamma ishni o'zimiz boshladikmi? Endi hech kimni aralashtirmasdan o'zimiz hal qilamiz. Ertalab boshimizni egib boramiz. Men ham shu fikrdaman. Albatta boramiz. Shuning uchun ichamiz.
Voy, men ham bu yog'ini do'ndirib kelaman. Tinchlikmi? Onasi shu yerda ekan. Shu yerda bo'lsa nima bo'pti? Yuraydan bor ekan. Unda siz boshlang. Boshlang o'zingiz. Siz kattasiz. Siz boshlang aka. Kichik bo'lsangiz ham hurmatingiz bor. Jon aka, siz qo'lingizda gul boshlayverasizmi? Ha, yigitlar. Qoqqan qozidek qotayib turibsizlar. Tinchlikmi o'zi? Assalomu alaykum. Va alaykum salom, va alaykum salom. Biz qaytamiz. Shunaqa gap opajon. Bobojalar tushmagire. Yaxshi, yaxshi. Ota-onalaring bormi o'zi? Bor, ularni oldi ham yuzimiz shu yerda opajon. Mayli, mayli. Bo'lmasa bir savob ish qilay-a. Shunaqa qiling opajon. Qani hozir yugurib borib mashina olib kelinglar. Ungacha men hammasini ichkarida yes qilib qo'yaman. Keyin hech narsani bilmaganda kirib boraverasizlar. Ma'qulmi? Ma'qul opajon, ma'qul, gap yo'q. Yuring boja. Juda yaxshi. Ikkitasini to'g'riladim. Yana 5 tasi qoldi. Bu hovlini egasi bormi? Endi Norim aka, sog' salomat qaytib kelganimizni bir nishonlab qo'ymasak bo'lmas. Uzr, ilojim yo'q. Birpas o'tirsak bo'lardi. Ana u bekatning yonida bitta jiyanim kafe ochgan. Boshqa safar. Ishonasizmi? Hozir ko'nglimga hech narsa sig'maydi. Boshqa payt. Kafe ham bir qadamgina joyda edi. Rahmat, uyga bormasam bo'lmaydi endi. Ketishimdan oldin bolalarni bir tirqiratuvdim. Sal xavotirdaman. Unda bo'pti aka. Xayr, salomat bo'ling. Omonlik bo'lsin. Qaymoq qizim, o'zimmi sitora bor. Beri qoling. Menga ber. Mayli. Yaxshi qolinglar. Ol bolayni, ol. Ol. Voy o'zim. Kela qol onasi. Onasi o'tir. Haydi, uka. Ra'no? Kasallik kuzatib kelyapti shekilli. Hali bu yoqdan xabar ham yo'q. Voy, Hajar. Ana u seni qizingmi? Shu-da, erkaklar. Odina opa, Omina opa men bilan xayrlashmay ketmoqchimisizlar? Bu deyman, iching hech qizga to'lgan ekan-da. O'rtajon, Alloh berdi akamni bellari to'la qiz urug'i bo'lsa. Menda nima ayb? Rohila, ana ishingni bajardingmi? Jo'la sen ham. Otqa bermasida qayoqqa ham ketardim. Hali to'y kunini belgilaganimiz yo'q. Nasib etsa, oyning oxirida to'y deb belgilaveringlar. Qani dadasi, qizlaringizga bir fotiha bering. Alloh amin. Qizlarimiz borgan joylarda qunday singib toshday qotsin. Allohu akbar. Hay, shoshmanglar. To'xta. Hozir. Mana ketaver. Voy, nima balo qilding, Rohila? Mana endi qizlaring hech ham qaytib kelmaydi-da. Hech bo'lmasa ko'rgani kelib tursin-e. Qo'yavering. Dadajonisi, sog'insak o'zimiz ko'rgani boramiz. Otga tog'aramni qani bo'l. O'zim o'rgilay, o'zim o'rgilay. Jivanim-da. Mayli, omon bo'linglar. To'yga joy. Ay, 31-da to'y. Olinglar. Oling dadasi. Oling. Choydan oling. Xudo berdingiz. Oppo pismig'i. Men ham o'ylayapman degi. O'zingiz aytdingiz-ku, seni ham deb. Oy, menga qara. Bu bilsak bo'ladimi? Kelin tushmagur Amerikadan emasmi? Yo'q. Alloh berdi akani qiziga ko'ngil qo'yibdi. Yo'q, qudratingda. Voy, nurgulsin bolam. Alloh berdi akaga ham qizlardan beravergan ekanda, a? Xudo beraman desa, berardan qismas ekan.
Iloyim baxtingni bersin. Ishlar qalay bo'lyapti? Yaxshi yomon emas. Ertaga test sinov. Omadingni bersin. Tinchlikmi? Yura qoling. Keling, marhamat. Qani omin. Qadami yetdi, balo yetmasin. Alloh. Xudoyim. O'zing kechirgin. Ha. Bo'pti bo'lmasa sizlar bemalol gaplashib olinglar. Bizlar o'g'lim bilan bir narda tashaylik-a. Yur o'g'lim. Anchadan beri narda o'ynamaganmiz. Nega jimsiz? Yo bolalarimdan birortasi sizni xafa qilib qo'ydim. Ko'shkiydi xafa qilishsa. Yurak bag'rim ezilib ketdi. Men bolamni olib ketgani keldim. Bola? Qanaqa bola? Sizni bolangiz meni uyimda nima qiladi, aylaning? Men aldangan ayolni farzandini bering. Nimalar deb alchirayapsiz? Qanaqangi bola haqida gapiryapsiz? Siz kimsiz o'zi? Daraxtzordan topib olgan bolangiz haqida gapiryapman. Bundan 20 yil muqaddam eslab ko'ring. Hay, hay. Rahmat. O'zlaringni uylaringga kelyapsizlar, bolajonlarim. Iloyim baxtli bo'ling.
kechasi pulim yo'q turib olsa bo'ladimi? Shunaqasi ham bo'lib turadi. Kambag'alchilikda. Kambag'al bo'lsa piyoda yursin. Assalomu alaykum. Bu yoqdan o'tinglar. Assalomu alaykum. Bolajonlar, kelinglar. Dadasi, Labbay onasi. bu yoqqa chiqing. Hozir. Keling bu yoqqa. Tinchlikmi oyijon? Ha, onasi. Nima gap? Bolalarimizga haqiqatni aytadigan vaqt keldi. Meni qiynama. O'zing ayta qol. Mayli. Bolajonlarim. Hozir men sizlarga muhim bir sirni ochaman. Oilamiz siri. Biz shu dadanglar bilan birga bir qishloqda tug'ilib o'sdik. Devorma-devor yon qo'shni edik. Oldinma-keyin bir maktabda o'qidik. Voyaga ham yetdik. Bir-birimizga ko'nglimiz tushib, umid bilan bir yostiqqa bosh qo'ydik. Bir-birimizni qattiq sevardik. Bir-birimizni ayardik. Lekin Xudoyim bizga farzand bermadi-da. Bit tug'dim. Otim tug'mas xotinga chiqdi. Nena ma'lumotlar bilan qishlog'imizni tark etib shaharga keldik. O'rtadagi mehr boisi bola izlab yetimxonaga bordik. Ikkalamiz kelishib, ha bolajonlarim, sizlar ajablanmanglar. Sizlarni bolalar uyidan oldik. Qo'limizdan kelgancha parvarishladik, o'q yumib oqtaradik. Ha bolajonlarim, shu bilan turnoqqa zor ikki baxtiqaro farzandsizlik dog'idan qutuldik. Sizlar kulsanglar kuldik. Sizlar yig'lasanglar yig'ladik. Mana endi tog'da ursa talqoq qiladigan yigit bo'ldik. Mana shu ayol biringizni onangiz bo'ladi. Qaysi biringizni bolam desa, onam deb bag'ringizga bosingiz. Peshonamdan ko'rdim. Taqdir hukmiga hakamlik qilmoqchi emasman. Men merosman. Bolam. O'g'lim. Oyijon. Yur bolam. Meni bolalarim sizni tanimagani uchun xafa bo'lmang. Axir siz tuqqan bolangizni tanimay turibsiz-ku. Ular sizni qayoqdan tanishsin? Siz tashlab ketgan chaqaloq mana shu edi. Ismini Xudoy berdi deb qo'yganman. Bolajonim. Meni bir parcha go'shtligimda tashlab ketgan ekansiz. Lekin
meni tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onam bor. Tog'day qalqon akalarim bor. Endi bolangiz ekanligim esingizga tushib qoldimi? Xudoga behad shukrki, mehrga muhtoj emasman. Uzr, men sizni onam deya olmayman. To'ylar muborak, yor jonim. Ha, kimga arzu ochyapsizlar? Menga emasmi mabodo? Men hali o'lmoqchimasman. Mana buni, sen nega yig'layapsan? 5 ta o'g'lingni taqdirini hal qilib kelyapman. Mana bu yoqqa Beşte kelinni bir kunda olib keladigan bo'lib qoldim. Sarpa sendan, xizmat sarpa sendan aylansin. Muborak. Norimboy, xushxabar olib keldim. Xushxabar. Mana xushxabar olib keldim. Qani o'qing, eshitaylikchi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. O'qing. Ergashev Norin Xayrullayevich el yurt hurmati ordeni bilan taqdirlansin. Shoshmanglar. Yana bir xushxabar bor. O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi har bir bolangga bittadan alohida 5 ta uy berdi. Bo'lsin. Tabriklayman. Poshshoyim, tinchlikmi? Tinchlik, dadajonisi, tinchlik. Hozir. Nima gap? Mana shularni deb kechikdim. Qani yuringlar. Yuring. Nimalar qilib yuribsan, onasi? Bu ayol nega boshlab kelding? Keyinroq aytaman. Doktorga bordingmi? Bordim, dadajonisi. Xursandligimda Malikaxonni boshlab kelaverdim. Oppa. Meni qara, odamni qonqu yording-ku. Nima gap o'zi, tinchlikmi? Tinchlik, dadajonisi. Xo'sh. Tinchlik. Kelinlarimda oldi o'sib tug'adigan bo'lib turibman. Rostdanmi? Ey Xudoyim! O'zingga shukr! Xudoga shukr! 60 voy! 60 voy! Yuringlar, aylaninglar. Dadajonisi, yura qoling. Adashmadingmi ishqilib? Adashmadim.